Kiberxavfsizlik tarmoqqa tayangan holda ishlaydi. CIM, IDS, IPS, VPN, DLP kabi xavfsizlik tizimlari tarmoq trafikini tahlil qiladi. Agarda admin tarmoqni tushunmasa, tizimlarni to'g'ri o'rnatib, integratsiya qila olmaydi. Masalan, CIM, Security Information and Event Management tizimi syslog orqali ishlaydi, tarmoqdagi qurilmalardan log oladi. DLP, Data Loss Prevention, ya'ni tarmoq trafikini tahlil qiladi. VPN, IPsec va SSL protokollari asosida ishlaydi. Tarmoq asoslarini, ya'ni tarmoqni tushunmasdan turib xavfsizligini tasavvur qilib bo'lmaydi. Chunki kiberxavfsizlikda foydalaniladigan barcha tushunchalar port, IP, subnet, routing, DHCP, DNS, NAT kabi tushunchalar hammasi tarmoqqa tegishli. Shuning uchun tarmoqda, ya'ni kiberxavfsizlikni o'rganish uchun birinchi navbatda tarmoqni bilish zarur. Ilm IT akademiyasida siz tarmoq administratorligini real qurilmalarda amaliyot asosida o'rganasiz. Obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Videoni davomi va tarmoq tizimga oid, kiberxavfsizlikka oid videolarni bo'lishib boramiz.